اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Şeriat kitap İanattan 47. ders. Far'un bolik. İza vaqa'a fi ta'amin camidin. Eğer qatkan zakka, aşamliqqa tushsa, kasamanin masalan qatkan may yemik. Nizat tushsa, fa'aratun chishqan. Famatat şunu ustundan o'lib da qalsa, ulqiyat şu qatkan mayni ustundan şu chishqan o'lgan yerini alib tashlar deb aytadi. Eki g'riyinna. Mimma masaha şu chishqan charxi tigan zatni. Faqat val baqi qalgan yeri mayni tuvu ekiyag'i tahirun taza deb aytadi. Val jamid qatkan zat deb aytgan zat nizatdir. Huvallazi şu alay zatdir. İza g'urifa minhu şundan çomuş bulan alsan bir yerin la yattaradda ala qurbin. Ekiyag'ning yo'qlari ekiyag'i avmay sho'g'ar bag'ib, jiyilmay. Sho'g'ar aytdi qatkan zatdi. Şöyle, masalan qapning ichidan chiqqan o'li qoldi, dugu qapning ichidan. Şu o'lgan yerin g'rinni dug'lanni olib, shuni taydirib qo'yasan. Bir dag'i bo'lik. İza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalili. Gichi suv quyi var. Şonna tushgan mishik o'lgan ya da chishqan var. Bimulaqati najasi, najaska yo'liqdi şu suv. Lam yadhur. Şu taza bo'lmas bin nashi. Şondan mishikni chiqarib o'ygan bilan ya da şondan suvni biraz olib taydirib o'ygan bilan şu taza bo'lmas deydi. Bal lambaghi tiyishli bo'la alla yunzaha şondan suvni almay turmaga. Pedira bilan bizat bilanna liyaksural ma'u şu suv ko'p bo'lguncha. Yerdan chiqqan suv bo'lsa, binabi'in. Aw sabbi ma'in yadamsa sho'g'al al kelib bir daha usuna suv qo'shma tariq. Şu suv zaya bo'lmasin uchun. Awil kathiri bi taghayyurin bihi. Yadamsa suv ko'p. Suv najas bo'lmaydi. Chiqqan şu algan bilan. No, şu suv arishingan bo'lsa, tushgan chiqqan bilan ya da mishik bilan tusi arishingan bo'lsa bir qizg'iliq tussa kelib, lam yathur. Şu suv taza bo'lmay, necha ko'p bo'lsa da. İlla bi zawalihi şu tusuda, şu najasda ichidan taymay turib. Mishik qal alsa deriydi ko'p suv bo'lsa. Tusu taygan bo'lsa, tatuvi iyiz taygan bo'lsa. Fa in baqiyat fihi eğer şonna şu tusu arishinmaqli qilsa ya da bir tatuvi bizat qolgan bo'lsa, şu najasatun şu suv ko'p bo'lsa da najas. Kashari faratinni chishqanni tuqlarini yemek. Suysa mishikniki bo'lsin. Valam yataghayyar şu ko'p suv, eki ullanan 204 litre barmasa, şu suv arishinmasa, fatahurun şu suv taza, ishmada yaray, namajubma yaray. Ta'azzara isti'maluhu iz la yakhlu minhu dalun. Hali şöyle tuqlari yayilgan bo'lsa, tusu da arishinmagan, tatuvi da arishinmagan, iyisi da arishinmagan. No, hali şundan quyudan suv alaman desang, sheksiz şu kurushkanga tuqqar gele. Şu algan kurushkani suv najas bo'la. Paddelnesda alsang najas bo'la. İçine cho'mib chiqsang, namazsizliging taya. Kirimma borchunsa kirimmaliging taya. Borchundan qutulasan, namazingda bo'la. Cho'milib juvsang bo'la, amma kurushkani olib juvnaman desang, namoz juvmaga yaramay suv. Ko'rdingmi ajoyib sani? Nega tug'ilsa o tuk taymıyor. O'lgan zakkalik bir pedra suvga al kelib bir necha ay, bir 5 6 7 8 tutun salsang mishikni o'lgan najas bo'ladi. Shonimi kurushkani suv najas bo'lib turadi. Ayrilganna najas ichida qolsa najas bo'ladi. Ko'p suvning ichidan tuk zarar etmay qo'yadi. Sho'g'ar ayta isti'malul mutaazzir deydi. Uzru bo'lganda qo'llanma yaraygan kuy shu. Uzrlangan odam olib qo'llanma bo'lmagan so'ng ichine gire alasan. Şöyle bo'lgan zamanna fa in igtifal yanzah kullahu deydi. Eğer şundan dalnishim alu pedra bilan suv olib turmas suyamsan, yo'l yo'q, barida şu suvni ichindagi chiqarma tariqsan deydi. Mishikni masalan tuv yayla qoladi. Chiqqanni o'li tugida bo'lmaydi. Mishik o'lgan bo'lsa kalodosda onu chiqarmasang bo'lmaydi. Kalodosda necha suv ko'p bo'lsa da, sen algan pedrangga şu mishikni tuvi kelib turadi.
Gördün mü? Bek важный zat şu. فَاِنْ اِغْتَرَفَ قَبْلَ النَّزْحِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ Eğer şu suyun ponusa çağırgınça kuruşka bilan ya da pedera bilan su alsa ve yakın kuyda bilmasa ozu algan zatta tup var mı ya da yok mu deb oylaşamsa lam yadur zarar etmesdi. Nega sen var mı yok mu degen zat aslı taza su, tugul. Var mı yok mu degan o şeklikka qaramay qo'yasan. Ve in zannahu eğer esine gelse amalan bi taqdimil asli amila bi taqdimil asli ala zahir. Eğer şuna bar deb oylaşamsa zannısınna onu. Bolma taraf şuna bari deb. Şu asıl bilan bar degen zat bilan amal etirdi. Tayyammu kenning zat bilan etmey şu mishin tukari. Bar degen zat bilan etme tarafdi. Ve la yathuru mutanajjisun taza bolmay najas bolgan zat binahvi kalbin it bulan illa bi sab'i ghasalat it yalap bolgan zat 7 kere jumay turup ba'da zavalil ayli şu najasını taydirgan soň abizaten hali itni poğu barmısa itni çarkı tigamsa şu ya da ini sidiği başlap sidiğin taydirma tarıqsan soň 7 kere juma tarıqsan sidiğin taydiragandan başlap 1-2'ye sanala almayo taydirip najasını aynin soň juwasan walau bimarratin Kişi kereler juusagna famuziluha marratan wahida ihdahunna bit turab. Bir kere sama 7 kere jugan zamandan biri toprak bilan bolma tarık. Şulay bolmak üçün su bilan jugan zamanna suwuna toprak qoşup qoyasan. Toprakni qoşup suwa şu toprak bardi yerine yetişe. Tayammam ne deb yazgansinkina? Tayammumin mamzucan bilma ay suvunu bulgarsan bulgan çıgıtıp toprak bilan deb aytadi. Hatta yalhara asaru fihi suga toprak qoşulgany bilinen kuyda. Ay palçık tusuga girip. Ve yasila bi vasitatihi şu palçık su ila jami'i ajza'il mahalli ila jami'i barida yerlerine yetişme tarık. Şu ittigen yerige yetişme tarık. Masalan maşinine mindirip koydu militsiyalar. Şu maşinini suga qoşup palçıkta 7 kere juup qoyasan. Skemeykalarını. Ve yakfi firrakidi toxtagan yerdeki zatta tahrikuhu sab'an. Hali it suyuna işi koydu yalap teli bulan. Şu suyunu 7 kere juup olan zatta uç suyunu. Tahrikuhu sab'an. Şunu 7 kere şu su palçık suda qoşup bulga qoyasan. Qala şeyhuna yadharu bizge açık bula anna zihaba marratan vel audum ukhra bir kere öyle ekkenin birge sanala qaytarıp tarkanın suyunu 2'ye sanala degen ve fil jari yürüyen suda mururu sab'a jariyat. Şu su 7 kere bizden üstünden yürüse şeydi ağızdırsan najas tigen zattan suyunu toktun 1. Sonra bir daha toktun 3 kere 7 kere aylandırsan üstünden suyunu şu bula değil. Ve la tertiba fi ardi turabiyya. Toprak üstünden toprakka sıyamsa ona tertip yok. Şu suyunu ağızdırıp yasan üstünden şunu bilan bulup aladi. Hasili itga tiyamsa kolunu alasan bir pediraga su, şoğara qoşasan palçıkni da bulgalaysan, şu pediradan su alasan kuruşka bilan juvasan kolunu 1 kere, sonra bir daha alasan 2 kere, sonra bir daha alasan 3 kere, hasili 7 kere şu pediradan su alıp juvasan kolunu. Şu avtomatik barda yerine palçıkta tiya, palçık su bilan koluna juvla. Palçık qoşkan bilan suga su najas bolmay, bulgançık bolsa da. Palçık taza zat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şükran ya Rabbi şükran. Hedeyte kalbi şükran. Varta derbi şükran. Şükran ya Rabbi. Şükran ya Rabbi şükran. Hedeyte kalbi